Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun frontend ya'ni kursini ikkinchi darsi, ya'ni HTML ning ikkinchi darsini boshlaymiz. Buning uchun bizda avvalgi darsda ko'rib chiqqan Notepad++ dasturida imkoniyatlarni ko'rib chiqgan edik, ya'ni HTML da kod yozish. Buni imkoniyatlari juda kam bo'lganligi sababli barcha dasturchilar keng foydalanadigan Visual Code dasturini o'rnatish va undan foydalanish va HTML ning ikkinchi darsini ko'rib chiqamiz. Uning uchun birinchi o'rinda sizlarda kerakli dasturni yuklab olish uchun Google Chrome dasturi yoki istalgan brauzerga kirasizlar. Men brauzerdan foydalanaman, ya'ni Google Chromedan. Keyin qidiruv joyiga, ya'ni joyiga VS Code deb yozasizlar. Agar Windows uchun bo'ladigan bo'lsa, agar sizlarga Windows sistemi bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri Windows download deb yozsalaring bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri mana Visual Code Studio download chiqib keladi. Va birinchisiga bosasizlar, birinchi chiqqan saytga. U yerdan sizlarning o'zlaring sistemalaringga mosini tanlaysizlar. 10, 11 ishlasalaring, demak Windows sistemasi ishlasalaring, mana shuni bosasizlar. Hozirda eng kamida 10 sistema yoki 11 sistema bo'lishi shart. Bosamiz. Va quyidagi chiqib kelgan linkka kutib turamiz. Agarda sizlarda mana yuklanish boshlangan bo'lsa, yuqoriga e'tibor beramiz. Mana yuklanish ketyapti. Agar yuklanish ketmagan bo'lsa, sizlar mana bu linkka bosasizlar, to'g'ridan-to'g'ri yuklanish boshlanadi. Bu saytdan Visual Code haqida ayrim ma'lumotlar, kerakli ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. O'rnatish, ishni boshlash mana to'g'ridan-to'g'ri bu yerda o'zini mana saytida ma'lumotlar berilgan. Ingliz tilida berilgan bo'lsa, bemalol bilib olishimiz mumkin mana. Yuklab olamiz, auto update qo'yiladi. Ya'ni avtomatik yangilanish bo'lar ekan. JavaScript, GitHub, Java hamma dasturlash tillarida kod yozishimiz mumkin va foydalanishimiz mumkin. Xo'p, ko'rishimiz mumkin, mana bizda bemalol yuklanib bo'ldi. 3 ta nimaga bosamiz, ya'ni papkaga bossak bo'luvchi. Endi Visual Code ustiga 2 marta tez bosamiz va ishga tushadi. O'rnatish uchun, demak, faylimiz ishga tushdi. Va undan so'ng barcha litsenziya shartlariga rozimiz deganga yuqoridagi bandni tanlaymiz, dalyani bosamiz va u yerdan qayerda ustunovka bo'layotganini ko'rib turib, biz dalyani yana bir bosamiz. Visual Code nomi bilan o'rnatilishini so'rayapti. Yana dalyani bosamiz va bu yerda agar rабочий stolda ikonkasini chiqishini xohlasak, buni o'chirib yoqamiz. Papka va fayllarni to'g'ridan-to'g'ri ochish imkoniyatini berish uchun bularni ham yoqib chiqamiz va dalyani bosamiz. Hamma o'zgarish to'g'ridan-to'g'ri bo'lgandan keyin, shu настройкаларni bo'lgandan keyin biz установить tugmasini bosamiz. Xo'p, kutib turamiz to'liq o'rnatilib olguncha. Xo'p, mana o'rnatilish ham yakunlanib qoldi. Yana ozgina kutib davom ettiramiz. Xo'p, mana Visual Code'ni ishga tushirishga buyruq so'rayapti. Zapисать Visual Code'ga bosamiz va ishga tushiramiz. Bu keraksiz nimalardan chiqib ketamiz. Men oxirgi foydalanganim mana shu nima bo'lganligi uchun to'g'ridan-to'g'ri shuni ochib berdi menga. Xo'p, o'zi to'g'ridan-to'g'ri o'zimiz papkamizni ochish uchun nima qilamiz? O'yin tugmani bosamiz. Bu yerdan qo'shimcha parametrlar oxiriga kirib, Windows 11 bo'ladigan bo'lsa, mana Visual Code orqali ochishga buyruq beramiz va to'g'ridan-to'g'ri ochadi. Ana endi biz qo'shimcha imkoniyatlar o'rnatishimiz uchun bu yerdagi mana extensionga bosamiz. Bu yerdan kerakli o'zimizga live rejim, ya'ni biz kod yozamiz va kodimiz yozilgandan keyin birdaniga natijani ko'rsatuvchi live rejim o'rnatib olamiz. Xo'p, mana live yozdim, mana bu yerdan live to, ya'ni live serverni o'rnatib olamiz va installni bosamiz. Installni bosganimizda o'rnatilish uchun ketadi. Ozgina vaqt kutib turamiz, bu o'rnatilib oladi va ozgina vaqt kutamiz. O'rnatilish ketyapti. O'rnatilib bo'lgandan so'ng bizga mana bu yerda chiqib keladi. O'rnatilgandan keyin hozircha videoni to'xtatib turaman. Uzoq vaqt oladi. Endi aziz o'quvchilar, sizlarga maslahatim Live Server Plus deganni o'rnatinglar. Bu tez va oson o'rnatiladi.
Xo'p, qolgan versiyalari o'rnatilmayapti. Vaqtlaringizni uzoq ketkazmanglar. Demak, live server plus eslab qo'yinglar. Bu o'rnatilgandan so'ng, demak, biz kodimizni tekshirib ko'radigan bo'lsak, o'yin tugmani bosamiz, mana bu yerda open live serverni bosamiz. Bir tomonda biz live serverni, ya'ni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni browser holatida mana ma'lumotlarimiz hop o'ng tomonga, bir tomondan kod yozadigan dasturimizni ochamiz va mana bu qismni yopib qo'yamiz. Hop, ana endi qaranglar, mana H1 H1dan H6 gacha bo'lgan web sahifalarni mana belgilarini ko'radigan bo'lsak, bir-biridan qanchalik o'lchamda farq qilishi aniq ko'rsatib qo'yilgan. Ya'ni biz o'ylaymiz H6 eng kattasi deb, lekin yo'q, H1 eng kattasi, H6 gacha taxlangan. Xo'p, ana endi bizda keyingi reja bo'yicha o'taydigan bo'lsak, xo'p, reja bilan o'taydigan bo'lsak, hozir reja bo'yicha ochadigan bo'lsak, men kompyuter bir o'chirib yoqdim, chiqib ketgan edik ikkinchi darsdan. Xo'p, ana endi xo'p, H1dan H6 gacha bo'lgan sarlavhalar katta-kichikligini ko'rib oldik. Bu esa paragraf, o'tgan darsda ya'ni tanishganmiz. Paragraf ya'ni matnning bo'laklari. Mana o'sha haqida ma'lumot yozsak bo'ladi. Va bir yangi qatorga tushirish, strong matnni qalin qilish yoki o'rniga urg'u berish. M esa italik qilib yozishga kiradi. Xo'p, namunaviy kodimizni ko'radigan bo'lsak, qanday bo'ladi? Masalan, xo'p, buni bir chekkaga olsak va kod yozadigan dasturimizdan bir tomondan ochsak, bir tomondan brauzerda ochib qo'ysak, xo'p, buni bunday ochib qo'ysak bizga, xo'p. Qaranglar. Mana endi H1dan H6 gacha bir ko'rdik. Demak, pi tegining ichida yozishimiz mumkin istalgan bir matn. Masalan, bu mana bu bizda xo'p, namunaviy kodimizni ko'rib turibmiz. Bu paragraf. Bu paragraf. Xo'p, yangi qatorga tushirish uchun bear kodini ishlatirdik. O'tgan darsda ham tanishgandik. Bearni yozib tabni bosarsak ham bo'ladi, o'zi yozib beradi. Xo'p, yangi qatordan xo'p, yangi qator degan, masalan, yozish deb qo'ysak. Yozish. Va xo'p, yana bitta pi ichidan olsak, yana enterni bosamiz, yana pi tab. Strong deganimiz bor, yozuvni misol uchun qalinroq qilib beradi. Xo'p, qalin matn. Hop, yana shunaqa matnlar bor. Masalan, yana qanday uchratamiz va bizda yana bo'ladi strong, ya'ni italik holatda, strongdan keyingi o'rinda turuvchi italik holatda, ya'ni yotiqroq holatda yozuvchi bir yozuv holati bor. Bu narsani yem degan tag ichiga olib yozish mumkin bo'ladi. Buni ko'pincha biz kursiv yozuv deb ham ataymiz. Xo'p, qo'shimcha ravishda yana aytib ketsak bo'ladi. Bu masalan nimamizda tagiga chiziqcha bilan ishlash. Masalan, u tegini ichiga olib, u tabni bosaman. Xo'p, tagiga xo'p, chiziqcha bilan xo'p, yozish. Xo'p, mana ko'rishimiz mumkin. Bizda u tegini ichiga olib yozdik. Xo'p, saytimizni ishga tushgan holatda ko'radigan bo'lsak, mana xo'p, qalin yozuv, mana xo'p, kursiv yozuv, tagiga chiziqcha bilan yozish esa u tegini ichiga olib yozsak bo'ladi. Agar har birini bizga ko'rinadigan tipda tursin desak, demak, xohlasak va so'zini olib tashlaymiz-da, bear bilan har birini yangi qatordan tushirib yozishimiz mumkin. Men sizlarga ko'rinish uchun o'zim enter bilan tushirib olyapman va mana bu yerga bear tegini qo'yib, tabni bosib, enterni bosib pastga tushiraman. Va ko'rishimiz mumkin, har bir ma'lumot mana yangi qatordan tushgan, mana ma'lumot tushyapti. Yana qo'shimcha ravishda aytish mumkinki, ma'lum bir so'zni ustidan chizib qo'yishimiz ham mumkin. So'zni ustida chiziqcha bilan yozish. Xo'p, buni ham ko'rib chiqadigan bo'lsak, qanday qilsak bo'ladi? Qo'shimcha ravishda bonus sifatida sizlarga enter, xo'p,
S tagi bor, S harfi, ya'ni S. S harfini ichiga olib yozilgan istalgan ma'lumot ustidan chiziqcha bilan yozadi. Masalan, usti o'rtasidan, ya'ni matnni o'rtasidan chiziqcha bilan yozish. Xo'p, ko'rishimiz mumkin. Mana ustidan chiziqcha tortib yozsak ham bo'ladi. Bu narsalar bizga xo'p, mana ma'lumotlarni o'zi avtomatik tahlab beradi. Bular esa pi tagining ichida yozilgan mana. Ko'rishimiz mumkin, tagiga chiziqcha bilan ishlash, u tagi ustida, ya'ni o'rtasidan chiziqcha bilan ishlash. S tagini ichiga yozsak bo'ladi, qalin qilib yozish uchun. Demak, strong yoki B tagini ichiga olib yozsak ham bo'ladi, yoki M yoki I tagining ichiga olib yozsak ham bo'ladi. Bularni ham mayli ko'rib chiqamiz. Xo'p, xuddi shu strong tagiga o'xshash yana B tagi bor. Xo'p, bu yerdan keyin pastga tushaylik. B tagini ichiga olib yozsak ham ikkinchi usul qalin yozuv deb olsak va mana bu ko'rib turishimiz mumkin. Bu ham xuddiki nimaga o'xshashadi. Bu eski usul, yangi usullarda B emas, strong ishlatilyapti. Xo'p, kursivga yana bitta namuna keltiraman. Xo'sh, yana bitta namuna keltiradigan bo'lsam, M tagidan ikkinchi varianti I tagini ichiga olib yozsak ham bo'ladi. Tab. Xo'p, masalan, italik yozuv. Xo'p, ko'rib turishimiz mumkin. Buni ham bu yerga qo'yib olamiz. O'zidan keyingi ma'lumotlar pastga tushishi uchun mana bir xil pashti yozuvdan iborat. Xo'sh, ana endi reja bo'yicha davomini ko'rsak. Demak, ikkinchi darsimizda yana nimalar berilgan ekan? M bilan tanishdik, B bilan tanishdik, qalin yozuv, ustidan chiziqcha bilan yozuv bilan tanishdik bemalol mana. Xo'p, saytimizni to'liq ochib qo'yamiz mana bizda. Xo'p, keyin amaliy mashq berilgan. Demak, amaliy mashqda H1 dan H6 gacha ma'lumot kiriting. Xo'p, buni yozdik mana. Xo'p, 3 ta PTga sevimli taomlar kitoblaringizni yozing. Bu amaliy mashqda o'zlaring bemalol bajarib ko'rsalaring bo'ladi. Xo'p, ya'ni hash yetyapti. Har bir paragrafda strong va M qoldiring deyapti. Ishlating, ya'ni va BR tagi bilan yangi qatorga tushiring deyapti. Va har bir sahifada ikkita paragrafda urg'u bering, ya'ni ikkita asosiy so'zlarga urg'u berib yozsak bo'ladi. Xo'p, mayli sizlarga amaliy ko'rsatib o'taman. Demak, H1 dan H6 gacha tushunarli bo'ldi. Demak, uyga masalan amaliy mashqda ko'radigan bo'lsak, mayli H1 ichida asosiy ma'lumot bo'lganligi uchun amaliy xo'sh mashq deb yozaman. Xo'p, H1 dan H6 gacha bo'lgan ma'lumotlarni yozing degan. Men qisqa va lo'nda tezroq yozish usullarini o'rgataman sizlarga. Masalan, H1 demoqchi edim. Demak, H1 da yozamiz va tabni bosamiz. Va istalgan ma'lumot yozamiz shuning ichida. Masalan, xo'p, aytaylik sarlavha. Yoki o'zim haqimda yozadigan bo'lsam, masalan, Aliyev Hasan. Xo'p, undan keyin yana bir nechta yozmoqchi bo'lsam, demak, aytaylar, qaranglar, mana misol uchun mana buni H2 ga qo'yamiz. Sababi bir-biridan farqini ko'rsatib qo'yaylik. Masalan, H2 ga mana men ismimni yozdim. H3 da nima yozsam bo'ladi? Paragraf, asosiy gap. Asosiy gap bo'lganligi uchun, demak, biz nima qilamiz? Aytaylik, H3 ichida maqsadim haqida yozamiz. Demak, maqsadlarim. Xo'sh, maqsadlarim. Ana endi H3 ichidan keyingisi H4 ichiga yozamiz. H4. Masalan, keyin yana nima deyishim mumkin? Masalan, xo'sh, maqsadlarim. Xo'p, undan keyin hobbiyim, misol uchun, har bir odamning hobbisi bo'ladi. Hobbilarim yozishim mumkin. H5. Demak, undan ham keyingi o'ringa turuvchi ma'lumotlar, lekin asosiy bo'lgan nimani yozaman? Hobbi. Xo'sh.
Bo'sh vaqtimda nima bilan shug'ullanishim? Masalan, hobbini yozdik. Demak, bo'sh vaqtda nima bilan shug'ullanishdi? Endi H5 da aytaylik, ya'ni nima? Kelajakdagi, masalan, kelajakdagi rejalarim deylik. Va H6 ga ham misol uchun bir namani keltirsak bo'lar ekan. H6. Xo'p, aytaylik, yozishimiz mumkin. H6 ga ham kelajakdagi orzularim va oxirgi o'rinda turuvchi. Xo'p, mana bu yerda xato ketibdi. Kelajakdagi orzularim, reja bo'lish kerak edi. Rejalarim bo'ldi. Va oxirida, mayli, saytning oxirida yozib qo'yishim mumkin. Masalan, muhim bo'lgan qismi. Xo'p, aytaylik, barcha huquqlar himoyalangan deylik. Mana, barcha huquqlar himoyalangan. Xo'p, ko'ramiz buni. Masalan, hozirgi tuzgan ma'lumotimiz qanday joylashdi. Mana, e'tibor beramiz. Mening familiyam, hobbim, hamma ma'lumotlarni yozdim. Endi o'zim haqimda, demak, mana shu yerda ma'lumot yozmoqchiman. Bu asosan P paragrafda foydalansam. Demak, P tegidan va urg'u berib yozishimiz kerak. Shu narsa qolyapti amaliy ishda. Xo'p, kod yozadigan dasturimni bir zamondan ochaylik. Demak, bizga bizdaniga ko'rinib ketaversin. Ikkinchi tomondan kod yozadigan dasturimizni iloji bo'lsa bu tomondan ochaylik. Bu tomondan esa buni ochib olsak. Xo'sh, ana endi mana bu yerda yozishim mumkin. Masalan, o'zim haqimda yozadigan bo'lsa, masalan, P ni ichida yozaman. Men masalan full stack dasturchi. Full stack dasturchi. Endi full stack so'zini men masalan urg'u bermoqchiman. U uchun strong degan tipdan foydalanamiz. Strong deb yozamiz. Tabni bossak mana bo'lmayapti. O'zlaring bemalol yozsalaring bo'ladi. Mana katta kichik belgisini bu yerda qo'yasizlar. Bu yerda yopilishini qo'yganda avtomatik yopilishini beryapti. Yopilishini belgilab, shift va yo'nalish strika bilan belgilab o'chirib tashlayman va mana shu yerga hop yopib olaman. Va ko'rishimiz mumkin, mana bu yerda mana men full stack dasturchi degan nima chiqib keldi. Endi maqsadlarim haqida masalan qisqacha yozmoqchiman. Masalan, keyingi P ni ichidan yozishim mumkin. Xo'p, maqsadlarim. Masalan, xo'p, P ni ichidan yozamiz. P o'zi berilgan ekan, yaxshi. Xo'p, barcha o'quvchilarimga dasturlashni mukammal o'rgatish. Mana ko'rib turibmiz, mana bu yerda barcha o'quvchilarimga dasturlashni mukammal o'rgatish. Xo'p, aytaylik, mana shu yerda men urg'u bermoqchiman. Masalan, barcha degan so'z, masalan, o'quvchilarimga degan so'zga qanaqadir urg'u bermoqchiman. Ya'ni jirni yozuv emas, ya'ni qalin yozuv emas, boshqacharoq holatga olib kelishim kerak. Bundan yemdan foydalansam bo'ladi. Yem degan tagi bor, tabni bosamiz, yozib buni o'chirib, qayerdan yopmoqchi bo'lsak, o'sha joyga olib kelamiz. Masalan, o'rgatish bo'lsa, mana shu yerdan olib kelmoqchiman. Va katta kichik belgisini qo'yganimda mana bu yerda o'zi taklif qilyapti. Yem o'zi yopilmagan deyapti. Tabni bitta bosaman, yopib beraman. Mana e'tibor beringlar, barcha o'quvchilarimga dasturlashni mukammal o'rgatish. Hobbim. Masalan, xo'sh, P yozib tabni bosaman. Har bir kishining hobbisi bo'ladi. Masalan, hobbida meni musiqa eshitish misol uchun. Xo'p, P tegining ichida musiqa tinglash masalan. Tinglash deb yozib olsak bo'ladi. Xo'p, tinglash so'zini ham masalan qanaqadir urg'u bermoqchi bo'lsak, masalan, tinglash so'zi ajralib turish kerak. Masalan, men sizlarga boya ko'rsatdim, B tab yozamiz va yopilishini o'chirib, tinglash so'zidan keyin yopib qo'yamiz. P dan keyin yopib qo'ymanglar.
Xo'p, pi dan ichida ochildimi? Ichida yopilishi shart. Mana ko'rishimiz mumkin, tinglash so'zida alohida ajralib turdi. Kelajakdagi orzularim. Xo'p, orzularimga keladigan bo'lsak, ya'ni rejalarda. Kelajakda demak, hop, orzular haqida to'xtaydigan bo'lsak, pi yozib tabni bosamiz. Xo'sh, kelajakda tak yaxshi. Demak, o'quvchilardan bir jamoa tuzib, demak, dasturlash, hop, dasturlash bo'yicha, demak, dasturlash bo'yicha, hop, tashkilot asos solish deylik. Mana masalan ko'rishimiz mumkin, kelajakda orzulari bundan keyingi o'rinda turibdi. Mana yozyapmiz. Aytaylik, bu yozuv boshqacha bo'lib turishi kerak. Umumiy, ya'ni bemalol foydalanishimiz uchun kelajakda oldiga qo'yamiz. Xo'p, undan oldingi foydalangan i tegini bosib tabni bosamiz. I tegini olib, xo'sh, eng oxiriga pi ning yopilishidan oldin bo'lgan qismga kelib, she'rga tashlaymiz yoki yozamiz. Shu bilan mana bu ajralib turadi. Mana ko'rishimiz mumkin, amaliy mashqda ham ko'rdik. Biz urg'u berdik, kursiv berib yozib ko'rdik. Bu darsda tanishgan barcha ma'lumotlarni ishlatib ko'rdik. Shuning bilan bu darsimiz ham tamom. Savollaring bo'lsa, bemalol yo'llashlaring mumkin. Sizlarga to'liq javob berishga harakat qilaman. E'tiborlaring uchun rahmat.